Nimaga aynan 9-oyga o'tayotganda xamir ovqatga tortadi, hech ham tushunmayman. Voy, har kuni bozor xonimi yegim keladi. Ichida go'shi bo'lmasa ham bir donasi 8000, 10 tasi 80 ming. Shuni uyda o'zim qiliychi deb erinsam ham erinmasdan xamirlarni qorib oldim. Bilaman, biz ko'pchiligimiz shunga homiladorlardan oldindan uzr so'rayman. Xonimni bera olmasam ham retseptini bera olaman. Suv, tuxum, tuz, un solib o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. Kartoshka bilan piyozni xuddi shu ko'rinishda mayda qilib to'g'rab, tuz bilan yog' solib yaxshilab aralashtiramiz. 2 marta yoyishga erinib, xamirni ikkiga bo'lmasdan katta zuvalani xonim deganimga pushaymon bo'lib yoyib oldim. Shu joyida yog' suriladimi yo'qmi bilmayman, lekin mazaliroq bo'lsin deb sururdim. Yopishib qolmasligi uchun qasqonni ham har bitta terilgan xonimni ustini ham yog'lab chiqamiz. Xonim tayyor bo'lguncha yog' bo'lgan, dog' bo'lgan sochiqlarni tozalab oldim. Bavini qanday ishlatishni bilmasangiz, yaxshilab ko'ring. Dog' bo'lgan kiyim yoki sochiq ustidan allergiya bermaydigan xlorsiz Bavi super очистительdan 2-3 qoshiq solamiz. Hozirgina qaynab chiqqan qaynoq suvni ko'mgunicha quyamiz. Yarim soatdan 2 soatgacha uvitamiz va chayib olamiz. 25 minutda xonim tayyor. Endi shu xonimni xonim qilgan sousini tayyorlaymiz. O'simlik yog'i, tomat pastasi solib birozgina qovuramiz. Ketidan tuz, shakarini solib yaxshilab aralashtiramiz. 2 stakan suv solib bitta qaynab chiqqandan keyin pasaytirib qo'yamiz. Taxminan 15 minut past olovda qaynatib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Yupqagina, chiroyligina bo'lib pishgan xonimlarni xuddi shu ko'rinishda terib ustiga piyoz solib bersangiz bormi? Xonimga birdan 10 gacha baho berib, retseptni saqlab oling va homilador tanishingizga jo'natib qo'ying.